Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli obunachilar. Mana kechagina 14-iyun 2026-yil kuni birdaniga abitdan keyin soat shu taxminan 4lar bo'lsa kerak, 16 bo'lsa kerak. Birdaniga shamol bo'lib ketdi. Kuchli shamol bo'ldi. Sanoqli minutlar darajasida juda kuchli shamol bo'ldi. Daraxtlarni sindirib yubordi. Mana shu yerda katta tol bor edi. Shu tolni ham ikkita shoxini sindirdi birin-ketin. Bittasini sindirgandan keyin so'ydi ichiga tushdi, ikkinchisi so'ydi yon bag'riga tushib, elektr simini ham uzib yubordi. Yaxshiyamki zamikeni bo'lmadi, chiroqni o'chirishga ulgurdik. Bu haqda jonli efir qilganman. Shuning uchun mana shunaqa tollarni bir tez kesib, kallilab turish kerak ekan. Chunki u tol mo'rt bo'lar ekan. Mana o'sha singan joylarni hozir ko'rsataman. Mana undaqa paytda tolni rosa og'irlik bosadi, ya'ni bir anoni singari bir urug'ini deymizmi, gulini deymizmi, demdek katta bir changalga o'xshagan narsasini chiqaradi. Juda ham bir og'irlashgan holatda bo'lar ekan. Shamol ham birdaniga bo'lib ketdi. Juda xavfli bo'ldi. Kechagi jonli efirni ko'rsalaring batafsil tanishasizlar. Hozir men shu singan hamda elektrda uzilgan joylarni ko'rsataman. Tolda tez kallilab shu ketmon sopi, shunga o'yalik beshikka o'sha mana shunday bo'lganda kesib foydalanib turgan ma'qul ekan deb o'yladim. Juda ham cho'zilib ketar ekan. Agar buni tagida odam bo'lsa, odamni ham bosib qolishi hech gap emas ekan, yoki mashinalarni ham bosib qolishi turgan gap ekan. Mo'rt bo'lib qolar ekan keyinchalik katta bo'lganda. Mana guzorda ham bitta shoxi uzilib tushibdi deyishdi. Haqiqatdan ham uzilib tushgan ekan. Endi hozir mana shu joylarni sizlarga ko'rsataman. Tol, ya'ni teraklarni ham qurtayotgan joydan uzilib ketadi. Mana bu tomonda bitta kichikroq shoxi uzilibdi Chaman ko'chasida. Terakni qurtayotgandan keyin o'sha joyi uzilishga moyil bo'lib qoladi. Sal shamolga uzilib ketadi. Shuning uchun yo'lni bo'yiga yaxshi hali mevali daraxtlarni ekib foydalangan yaxshimi deb o'yladik. Chunki yo'lni bo'yi bu yoqqa odam o'tadi, texnika o'tadi, elektrni simi bor. Shuning uchun terak sinuvchan bo'lib qoladi qurtaygandan keyin. Kuchli shamollarda shoxlari ham uzilib tushyapti. Shuning uchun yaxshi pul bo'ladigan mevali ko'chatlarni ekib foydalangan ma'qul deb o'ylaymiz. Hozir mana ko'rsataman sizlarga. O'ting. Mana o'sha tolda hozir singan joylarni ko'rsataman. Shu katta tol mana shu nima bo'lgandan keyin katta bo'lgandan keyin juda ham nima shoxlari og'irlashib ketar ekan. Mana uni singari nimasini chiqarar ekan, qandaydir bir nima deydi. Hozir ko'rsataman. Buni nima deb ataydi? Mana singan joyi ana shu yerdan juda ham mo'rt bo'lib qolgan. Mana buni singari to'p narsalarni chiqargandan keyin og'irlashib ketar ekan. Hamda tol uzoq yil yashab turgandan keyin ichi mo'rtlashib ketar ekan. Yumshoq narsada tol o'zi. Mana uni singari juda balandga shox otib yuboradi. Buni agar mana yo'lni bo'yida shamol ham bexosdan bo'lib ketyapti. Chunki keyingi paytda shamollar bexosdan bo'lyapti. Bu haqda oldin ham shamolni chiqarganman. Farg'onada kuchli shamol va jala, yomg'ir yog'di, do'l yog'di degan ko'rsatuvlar bor. Hozir ko'rsataman. Mana buni singari nima bo'lib qolar ekan. Ichidan chirib, po'klashib qolar ekan. Ko'rinyapti deb o'ylayman. Sinishga moyil bo'lib qolar ekanda. Tepasida yuk ko'p bo'lgandan keyin sinib ketishi oson ekan shamolda. Mana bu tomondan o'sha tevada katta liniya tok 220 voltli tokda o'sha eng tepadasi uzilib tushdi. Yaxshiyamki hech kimga talafot yetmadi. Mana shu yerga tushdi. Shox birinchi so'y tomonga bitta shoxi ketdi. Mana tomondan ikkinchi shoxi bir minutlardan keyin simga tushdi bu yoqqa. Elektr tokiga tushdi.
hamda elektr tokini uzib yubordi. Shamol bexosdan boshlanib ketdi-da. Kechagi jonli efir qilganman, o'shani ko'rsalaring, batafsil tanishasizlar. Dam olish kunligi uchun telefonimizni ko'tarishmadi. Elektrosetdelar. Mana tol. Shuni tez kesib, o'sha yog'ochidan foydalanib turgan ma'qul ekan, bunaqa qilib o'stirib yuborganda. To'g'ri, toldan bir foydalanish mumkin. Beshik qilishadi, ketmon sopib olishadi. Salqini bor, lekin juda kattalashib ketgandan keyin sinishga moyil bo'lib qolar ekan, xavfli bo'lib qolar ekan. Mana soyimiz ham yog'ib ketyapti mana. Daraxtlar o'zi tomiridan ko'payib. Mana o'sha sel kelganini ham olganman. Mana shu ko'prik selda pachaq bo'lib ketgan. Mana shu yerdan suvlar chiqib uylarimizgacha kirib ketgan. Hozir sizlarga o'shani nimasini ko'rsataman. Qachon bo'lganligini. Endi hurmatli o'rtoqlar, shu yo'llarni bo'yiga terak, baqa terak, ko'k terak, shunaqa narsalarni ekib yuboryapti ayrimlar. Shu terakni mayli ekmasin bas, eksin-u, lekin o'sha qurt tushirmasdan qarab tursa, endi qurt tushirmaslikning iloji yo'q. Bu yo'lni bo'yi bo'lgandan keyin xavfli bo'lib qolar ekan. Keyinchalik katta bo'lib ketganda ham mana yo'llarimiz asfaltlanib ketdi, asfalt bo'lib ketdi. Shu asfaltni ham katta bo'lgan teraklarni yiqitib olish bir muammo bo'lib qoladi. Hozir sizlarga o'sha oldingi chiqargan videolarimni nimasini ko'rsataman. Screenshot qilib olishlaring mumkin. Mana o'sha sel kelgan mana. Mana shuni screenshot qilib olishlaring mumkin. 24-iyun 2024-yilda mana screenshot qilib olinglar. Farg'ona tuman Xongiz qishlog'iga sel keldi, ko'chalarga ham chiqdi. Bu birinchi qismi. 2024-yil 24-iyun Farg'ona tuman Xongiz qishlog'iga katta sel keldi. Talofatlar bor. Bu ikkita. Yana bittasi bor hozir. Buni ko'rsataman hozir. Mana. Keyin ertalab sel oqibatlarini videoga oldim. Xonadonlar talofat ko'rdi degan. Buni ham screenshot qilib olinglar. Shuni yozsalaring chiqadi. Mana sel bu, sel kelgan. Endi shamolni olganman. Shamol ham bo'lgan bu yerda. Hozir ko'rsataman shamolni ham. Mana hozir kechagi o'zi tayin jonli efir qilganman. Kechagi mana, kechaginiki. Farg'onada kuchli shamol katta daraxtni ag'dardi. Ehtiyot bo'lamiz. Bu kechagi video, jonli efir. Endi o'sha 2 yil oldin mana chiqqan, o'sha sel kelgan yili Farg'onada kuchli shamol va yomg'ir jalaga aylandi. 5 minut do'l yog'ibdi deb saloha qo'yilgan. Mana shuni ham screenshot qilib ko'rishlaring mumkin. Bular ham mana shu sel, shamol haqida. O'shanda ham juda bir qiziqarli video bo'lgan, lekin ancha kuchli shamol bo'lgan, jala quygan. Mana shunda. Sellarni ko'rishlaring mumkin. Sel mana screenshot qilib olib ko'rishlaring mumkin. Bizi tuman sel kelish nimasiga sel tog'li tuman bo'lganligi uchun sel kelib turadi. Oldinlari ham kelgan sel 1972-yillarda kelib ana shu oq oltin ko'chalarigacha sel kelgan. Unda ham juda katta sel kelib xonadonlarga kirib ketgan. Mana bu 2024-yilgisida ham talofat bo'lgan, devorlar og'anab ketdi. Ana qo'shnimizning naveslari og'anab ketgan, Qo'chqor tog'ani. Qo'chqor tog'ani navesi og'anab ketdi deb yozsalaring u ham chiqadi. Mana endi hurmatli o'rtoqlar,
U daraxtlar o'zi tomiridan ko'payib, soyda ichini enlab olyapti. Shuni qishda bekorchilikda o'sha soyda ichidagilarni ovosalaring. Bu to'g'rida bir ogohlantirib ham ketgan edi, 10 kunda ichida daraxtlaringni olinglar deb. Mayli qirg'og'ida, yuza qismida qolsa ham, ichki qismiga o'zi tomiridan ko'payib ketgan. Qayrag'och, ayrim daraxtlar o'zi tomiridan ko'payib ketar ekan, soyda ichiga tomir otib, soyda ichini yo'q qilib yuboryapti. Endi bilib bo'lmaydi. Juda katta sel keladigan bo'lsa, bu daraxtlar hali katta bo'lib, soyda ichini bo'g'ib qo'yadi. O'zi bo'g'ib bo'ldi mana. Bo'g'ib bo'ldi o'zi. Ayrimlar soyda ichki qismiga ham, qirg'og'iga ekkan. Ana o'shalar ham buni bekorchilik qish oylarida olib o'tin qilib yuborsa bo'laveradi. Yuza qismiga ekkani ham yetadi o'zi. İchki qismiga ham ekishgan. Endi bu selni yo'lida bo'lsak, hamma ham beton quyib, shilaka blok bilan uyini to'sib ololmaydi. Mana tol, mana qarang, og'irlashib turibdi, mana ko'cha tomonga osilib turibdi. O'shanaqada bu shamol bexosdan bo'varyapti-da, birdaniga bo'varyapti bu ayrim paytlar. Hali sekin kelmayapti. Mana shu tollar ham nihoyatda mo'rt bo'lib turibdi. Qattiq shamolda mana shu tol ham sinishi mumkin edi. Mana buni ham ichi po'k bo'lib bo'lgan o'zi. Buni kalliylab yengil yog'och olib turilsa bo'laveradi. Endi yaxshi hamki kecha o'sha tomonga og'anadi, elektr simmi uzildi. Hech kim talafot ko'rmadi. Vaqtida o'sha Abdulaziz borib nimadan transformatordan o'chirdi. Hamda o'sha yaxshi qishlog'imizda mutaxassis bolalar bor ekan. O'chgandan keyin simni ham ulashib qo'ydi. Ehtiyot bo'lsak, o'zimizga soyda ichidan daromad olaman degandan o'sha qish oylarida ichki qismini yon bag'lardagi daraxtlarni olib, shu yuza qismidan foydalansa ham yetadi. Endi sel oqibatida mana bu tomonlarga ham suv kelib ketgan. Mana ko'chalarimiz asfalt bo'lib qoldi. Ko'chalarimizga endi bir qaysidir ko'chalarda teraklarni ekishib tashlaydi. Keyinchalik bu terakni kesish ham bordir. Asfaltga tushiradimi? Agar uzilib tushgudek bo'lsa, yo'l bo'lsa. Juda ham issiq bo'lganligi uchun men salqin joyga kelib oldim mana. O'sha selni salohasi mana. Shuni screenshot qilib olinglar mana. Shuni ko'rishlaring mumkin. O'sha 2024-yil kelgan mana 24-iyun 2024-yil Farg'ona tuman Xonqiz qishlog'iga sel keldi. Ko'chalarga ham chiqdi. Mana shuni screenshot qilib yozsalaring chiqadi. Keyin mana keyingi yana bir qismi 2024-yil 24-iyun Farg'ona tuman Xonqiz qishlog'iga katta sel keldi. Talofatlar bor. Endi yana 3-qismi ham bor. Hozir ko'rsataman. Mana o'sha sel kelganda olingan mana shu video ham. Mana ertalab sel oqibatlarini videoga oldim. Xonadonlar talafot ko'rdi. Mana shuni ham screenshot qilib olinglar. Mana shuni ham yozsalaring o'sha selni videolarini ko'rasizlar. Endi o'sha yili shamolni olganman. Hozir shamol o'shanda ham anchagina kuchli shamol bo'lgan. Mana screenshot qilib olinglar. Farg'onada kuchli shamol va yomg'ir jalaga aylandi. 5 minut do'l yog'ibdi degan saloha. Shu salohada juda bir qiziqarli video bo'lgan, lekin ancha ogohlantirish bo'lgan shunda ham. O'sha bexosdan shamol bo'lib ketganda hamda keyin oxirlariga borib yomon jala quygan. Mana shu videoni ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Shu
Bizi Xongiz qishlog'ida bo'lgan shu ham. Endi mana kechagina olindi. O'sha kechagi olgan videom ham bor. Kechagini sallohasi mana kecha jonli efirda mana shuni yozsalang chiqadi mana. Farg'onada kuchli shamol katta daraxtni ag'dardi. Ehtiyot bo'lamiz deb yozsalaring chiqadi. Mana shu videolarni bir ko'rib chiqinglar. Mana shu bizning qishlog'imiz haqida, qishlog'imizdagi sel kelishlar, shamol bo'lishlar haqida. Shuning uchun hamma bir o'ziga bir xulosa chiqarib olsa, ko'chaga ekilgan ko'k teri, baqa teri deymizmi, teri deymizmi, shularni ham bir o'ylab ko'rib, bir daromadli mevalardan ham eksa, o'sha terini pulga sotib olsa ham bo'laveradi. Chunki ko'chadan bu yoqqa texnika o'tadi, bolalar o'tadi, kattalar, katta qariyalar o'tadi. Shamol birdaniga turib beryapti-da, birdaniga turgandan keyin rezki uzib yuboryapti. Tol bormi, teredi shoxi bormi? Shuning uchun bu hamma uchun bu foydali narsa. Haligi teredan daromad olaman deb tere ekishib qo'yadi, lekin boshqa daraxtlardan ham yaxshigina daromad olsa bo'ladi. Misol uchun gilos ekish mumkin, yaxshi giloslardan keyingi paytda yaxshi giloslar chiqib ketdi. Mana skina giloslar chiqib ketyapti. Mana olishyapti ko'chadan ham. Ko'chaga ariq bo'yiga ekilgan giloslardan ham yaxshigina daromad olishyapti. O'sha har yili o'sha daromadga tere sotib olsa ham bo'laveradi-ku. Asfaltni ham tomiri ko'tarib yuborishi mumkin, bir xil kuchli daraxtlarni tomiri, baqa terakka o'xshagan teraklar ekilgan bir xil joylarda. Yiqitishda ham bir muammo bo'ladi. Yiqitaman desa asfaltga yiqitadimi? Kran olib kelib yiqitadimi? Katta kran olib kelib. Shuning uchun mana davlatimiz olib byudjetlarni yutib olib, yo'llarda asfalt qildik. Asfaltimizni avaylashimiz kerak. Yana keyin mana bunaqa tol ekkanlar tez-tez kallilab bitashib tursa ham foydasini olaveradi. Bitta yaxshi ketmon sopi ham 20 ming, zo'ri bo'lsa 30 mingga sotib olinyapti bozordan. Shunaqa qilib ham foydalansa bo'ladi. Haligi keyin afsus qilgandan oldini olgan yaxshi. Kecha ham bir Xudo saqladi, hech kim zarar ko'rmadi, elektr uzildi. O'sha joydan bitta men teng tush o'rtog'im o'tib ketayotgandi, u ham yaxshi ogohlantirib qo'ydik, bexosdan chiqib qoldi. Tezlik bilan o'zini chetga oldi. Alloh saqlasin shunaqa ofatlardan. Shuning uchun bu haligi o'zini katta olyapti, o'zini ko'rsatyapti deb o'ylamaysizlar-ku, lekin bu mana shu gapni tagida bir ma'no bor. Qandaydirki, odamni salomatligiga turibdi. Misol hozir texnikalar ham arzon emas, bitta texnikani bosib tushsa, yo odamga zarar yetadi, yo katta miqdorda zarar ko'radi. Rahmat e'tiborlaring uchun. Videoga like bosib tarqatib olinglar, tanish bilishlarga podelitsiya qilinglar. Kommentariyalarda yozinglar. Nima deysizlar meni shu chiqargan videomga? Bu hammamiz uchun kerakli video. Rahmat e'tiborlaring uchun.